Milliy bankimizda bir qancha yengillashtirilgan kredit turlarimiz bor. Kredit mahsulotlaridan hozir bunda aviatransferlari bu joriy biznes turlari son 500 million so'mgacha beramiz 24%dan 1 yil muddat berasiz. Avtokreditlar bu o'sha tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yengil avtomobillarni sotib olishni beramiz. 2 million so'mgacha beramiz. Boshlang'ich badali 40% qo'ysangizlar 24% dan beriladi. Xo'sh, 30% dan qo'ysangiz 25% dan beriladi. 4 yil muddatgacha beramiz. Garovga shu sotib olingan avtomashinaning o'z garovi hisobiga olinadi. Yana keyingi tartibimiz bu taraqqiyot. Bu faoliyat 6 oydan oshgan tadbirkorlarga beriladi. Aylanma mablag'larini to'ldirish uchun. Bu 2 milliard so'mgacha beramiz. Bunda 3 yil muddatga garovga transport vositalari, kuch mashina va boshqa narsalarni qo'yishlari mumkin. Keyingi yo'nalishimiz bu yuksalish. Faoliyati 6 oydan oshgan tadbirkorlar asosiy vositalarni sotib olish uchun 2 milliard so'mgacha 24% dan 4 yil muddatga beramiz. Keyingisi Tisko. Bu aylanma mablag'larini to'ldirishga naqd pul shaklida beramiz. Buni 600 million so'mgacha beramiz. Yillik 22% bilan 18 oygacha. Mana hujjat topshirib, naqd pulda beramiz 600 million so'mgacha. 27% buni faqat aylanma mablag' uchun 18 oygacha. Imkoniyat degan yo'nalishimiz bor. Bu aylanma mablag'larni to'ldirish va asosiy vositalarni sotib olish uchun 150 million so'mgacha 24% bilan beramiz. Asosiy vositani sotib olishga 3 yil muddatga beramiz. Aylanma mablag'lariga 18 oygacha beramiz. Bunda